Ertalab soat 5 da soat 9 da turib, yuz-qo'llarimni yuvib, sekin hidlarimni qilib, o'zimga qarab oldim. Keyin oshxonaga chiqib, yo'llarimizni tayyorlab ichib oldik. Keyin bitta rakvinaga qarasam, bir dunyo idish turibdi deb qo'rqib ketdim. Sizlarda ham shunaqa matiki 3 ta o'rnimdan shuncha idish yig'iladi. Qizli paytimda xizmatkorim bo'ladirdim. Mayli boshga tushgan ko'z ko'radi dedim-da, idishlarni yuvib tashladim. Qattandir ovoz keldi. Qarasam, gazim chaqirayotgan ekan. Keyin men ham yuvib qo'ya tozalab dedi. Keyin mayli qo'ymading dedim-da, ustlarni falgalarini olib, temirlarini chiqarib sekin bir chetdan tozalashni boshladim. Ustilardagi temirlarga mana shunaqa asilitli sepib, ozgina ivitib qo'ydim. Ungacha gazim ustiga gelni quyib, ko'pirtirib boshladim. Keyin sizlarga serdichka chizgim kelib, sevgi suxarlar qilib tashladim. Ko'pirtirib yuvaganimdan keyin ustilarini tozalab artib oldim. Temirlarni yuvib, top-toza gaz qilib qo'ydim. Gilamlarimizga ham usholli to'kilib, bir ahvol bo'lib yotgan ekan. Plisosimizni olib chiqib tozalab oldim. Xonaga kirib ozgina dam olaman desam, xonada syurprizchi kutib turgan ekan. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying.